ota bilan bir o'g'il bir ayb ish qilib qo'lishdi. Otani va o'g'ilni qozilik mahkamasiga olib kelishdi. Qilgan jinoyatlarini ko'rgandan keyin 10 darra otaga uring, 10 darra o'g'liga uring. Oldin otadan boshlang dedi. Otaga 10 darra urildi. Tishiga qo'yib miqitmay kaltak yedi. Birozdan so'ng o'g'liga navbat kelib, o'g'ilni kaltaklashganda har bir qamchi urganda ota dod deb baqirdi. Hey, boya o'zingga bundan qattiq uruvdik, dod demading, endi bolangga urganda dod deysan? Qozi janoblari, boya teri go'shimga urdinglar, hozir jigarimga uryapsiz, og'rig'iga chidolmayapman degan. Ota hamma narsaga chidaydi, bolasini kasal bo'lib voh deb yotganiga chidolmaydi, bolasini qiyinchilik tortayotganiga chidolmaydi. Janglarda, urushlarda hech narsani o'ziga olmagan otalar ozgina bolasini boshiga musibat kelib qolganda dod deydi. Biling, o'g'illar, qizlar, otalar mehrini, otalarni qadrini. Bir vaqt kelar, bosgan izlarin ko'zimga to'tiyo qilay desangiz topolmaysiz. Otamni izi bo'lsa ekan ko'zimga surtsam deysiz-u, iloj bo'lmaydi. Bakkaga bordik, Arafotda turibmiz, Minoda turibmiz. Yetkizganiga shukr. Lekin bu armonlik dunyoda otasini yetaklab yurgan yigitlarga qarab yig'ladikki, bu baxt bizga muyassar bo'lmadi. Alloh, qani mani otam hayot bo'lsa-yu, otajonimdan Arafotda duo olsam, Minoda duo olsam, hopis olib ko'tarib xonai Ka'bani tavof qildirsa. Ota qadrini bola ko'rganda bildik. O'g'il qizlarni o'stirib katta qilganda otajonimizni chekkan mashaqqatlarini, nimaga qarib yuzlariga tirish tushib, qo'llari titroq, oyoqlaridan mador ketganligini bola katta bo'lganda bildik. Ya Rabb, otamni, onamni rahmat qilgin. Men o'g'ilmanmiki 2 rakat namoz o'qib Allohim mag'firli deyolmasam o'shalarga men insonmanmi? O'g'ilman deb yuribmanmi? Bir piyola mayga ota-onamni ruhini olmasam, bir piyola mayga ota-ona ruhini shodligini almashtirsam.